O'rtoqlar ko'pchilik mendan so'raydi, aka. Abu yopishtirganimizda stik joylar ko'rinib qolyapti. Nima sababdan deb so'raydi. Ko'pchilik vitrinadagi perovnik bo'lishi o'shanda e'tibor berib qo'ysa, mana bu joy kir bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, qorayib. O'shanda abu yopishtirganda mana shu joyda hech qachon bari yuvilmagandan keyin shu joyi abu oq bo'ladigan bo'lsa, qop-qora ko'rinib turadi, o'rtoqlar. Bu ham bir stikka ko'rinmasligini sabablaridan bittasi, o'rtoqlar. Biz kanaldan uzoqlashmanglar. Aziz Stroy kanali sizlar bilan. Qanda menda ko'ngling borligi